Assalomu alaykum, kanalimga xush keldinglar. Bugungi videoda o'zimninki Kanadaga qanday kelganligimni, ya'ni o'quvchi viza iltimos qilish jarayonim, u jarayonda qancha pul ketdi, qaysi yo'llarni besib o'tdim degandek shu o'zimninki mang'an yo'llarini sizlar bilan tang o'rtoqlashmoqchi. Oranglarning ichida o'quvchi vizaga iltimos qiladiganlar bor bo'lsa, meningki beshimdan o'tganlarni bir anglab boqsikan, degan maqsadda bu videoni ishildim. Chunki oldingi videoda sizlarga viza iltimos qilishniki birinchi qadami, ya'ni akkaunt ochib ishni rasmiy boshlashninki qadamlarini bir-birlab ko'rsatib qo'ygandim. Oranglarning ichida mushu man ko'rsatgan yo'llar bo'yicha akkaunt ochib rasmiy viza iltimos qilishga tayyor bo'lganlar bo'lsa, man xush bo'lgan bo'lardim. Chunki man ishlagan videolar demak, foydalanish qimmati bor ekan, qarindoshlarimiz foydalanib yetibdi deb man xush bo'lgan bo'lardim. Bu tehi viza iltimos qilishga tayyorlig'inglar tehi bitmagan bo'lsa, shu oldingi videomni ichib, shu yo'llar bo'yicha o'zinglarga akkaunt ochib, viza iltimos qilishga tayyor bo'lsanglar bo'ladi. Andan keyin so'zlaydiganim o'quvchi vizasi, ya'ni o'quvchilik vizasi. Hozirgi bugungi kunda o'quvchilik vizasi Kanadaniki student vizaga iltimos qilish jarayonida ketadigan pul soni, eng oldi bilan qaysi ishlarni qilish kerak, nim materiallar ketadi, nimalarni tayyorlash kerak, bosqichlari qandoq deganni hammasini yana sizlarga shu to'rbatning o'zidan bir-birlab ko'rsatmoqchi. Shu videoni ishlashdan ilgari o'zimning beshidan o'tgan ishlarni sizlar bilan bir baharlasam, sizlar bir anglab qolsanglar, bir ishinglarda bir foydasi bo'lib qolarmikin degan maqsadda bu videoni ishlayapman. Undaqda hikoyamni rasmiy boshlasam, man 2012-yili Kanadaga kelgan, ya'ni Kanadaniki o'quvchilik vizasini 2012-yili iltimos qilgan. U chog'larda man 90 oylik birinchi o'rta maktabda o'qituvchi bo'lib ishlayotgan chog'larimda ingliz tili o'qituvchisi. SPP program deb bir programmasi bor ekan, Kanadaniki mushu asosli hindistonlik o'quvchilarni ko'plab qabul qilish maqsadida SPP program, ya'ni student bir nima program deb bir programmasi bor ekan to'q. Man shu uchurni anglagandan keyin har qaysi vositachi shirkatlar bilan aloqa qilishga boshladim. Chunki nima desa, uyda o'tirib o'zimninki kompyuterda to'rbatlarni ochgandan keyin to'rbat chet elninki hukumat to'rbatlarini ochgandan keyin bo'libmi shundoq surat ostida hatto bir bat ochilish uchunmi 2-3 minut saqlab ketadigan gapda shundoq ilqi. Shuna qilib to'r suratlarim yaxshi emas, to'rbatlarga chiqolmagandan keyin, o'zim qilolmagandan keyin vositachi shirkatni izlayman-da albatta. Shular pul berib sen qilib bergin, nimalarni tayyorlayman, tayyorlab bersamdan bo'ldi, qolganini sen qilib bergin deb. Endi bu SPP program degan qanaqa program ekan desanglar, o'zingizniki 1 yillik o'qish pulini to'laydi ekansiz. 1 yillik o'zingizniki shu 1 yillik turmush xarajatingizni oldin ola shu Kanadadagi bankka qo'yib qo'ydi ekansiz. Ya'ni maktabniki qabul qilingan qog'ozi, maktabga topshirgan o'qish pulingiz, o'zingizniki Kanadaga borgandan keyin ishlatadigan turmush chiqimingizni oldin ola mushu yerdagi bankka qo'yib qo'ydi ekansiz. Ya'ni hammasini o'zingizniki nomidagi hisobotga qo'yib qo'ydi ekansiz. Uningdan ilgirki o'quvchi vizasi iltimos qilamdi yoki sayohat vizasi iltimos qilamdi, ular qanday bo'ldi deganda, bir chog'larda shundoq cho'ng shartlari bordi. Bularniki cho'qim 1 yilgacha sizniki nomingizda 600 ming ko'ydan ortiq pul mudirlamay turgan bo'lishi kerak degandek bir shartlari bo'ldigan necha yillar ilgari. Bu SPP programma qanday deganda, shu man boya degandagidek, undaq bankadagi pulingiz, u bu degandeklarga nima qilmay, faqat mushu shartlarni o'rlab bersangiz ham bo'ldi ekan. Shuning bilan vositachi shirkatlarni izladim. Urumchidagi vositachi shirkatlar hatto bu programmaning borlig'ini bilmaydi ekan. Shuning bilan man ishkirdiki, u chog'larda shu ko'ku ishlatgan chog'larimizda Baidu to'riga kirib maosh qilib, hansı to'rlarniki ichiga kirib, shu ishkirdiki vositachi shirkatlarni izladim. Ko'ku ishlatgan chog'lar bo'lgandan keyin odatda siz yoshlarga uchur yozgan amallarni darhol qaytardi ekan. Ashta qilib man u Beijingdagi bir vositachi shirkatni deb oldim-da, bir bola, bir Xitoy bola shu man sening ishingni man qilib beray deb u nima qildi. Shuning bilan man turishlik o'rnimni Urumchida degandan keyin, voy bak yiroq ekansan, to'xtab tur dedi. Shuning bilan atisi o'zi Urumchidan bir hamkorlashadigan boshqa bir vositachi shirkatni izlab tepib, sen mau palon shirkatga borgan, biz shularga materiallarni tizimlikni yo'llab beraylik, shu orqali hamkorlashib seninki ishingni biz qilib beraylik deb boshlaq dedi. Ma'qul dedim, Urumchiga bordim. Shirkatni izladim. Shuning bilan
15.000 koy faqat vasitçi şirketnikilam shu 15.000 koy pulni shularga topshirdim. Qolgan maktabniki o'qish puli, anikin o'zimniki turmush puli deganlarni ashula yo'l ko'rsatib berdikan falon yerlarga borgin deb. Borgandan keyin yarim soat, 1 soatning ichida maktabniki uqtirish qog'ozini chiqarib berdikan. U uqtirish qog'oziga qarata andan keyin sizga akkaunt nomeri berdikanda, yana shu maktabniki o'qish pulini to'laydiganqa shu Jungo Bankisi deb Bank of China deb shu orqali to'ladim. O'zimninki shu Kanadadagi bank hisobimni shu vasitchi shirkatlar shu yerda ichib bergandan keyin o'zingninki hisobot nomeri mana shu, mushu nomerga o'zing pul ursang bo'ldi deb ashulaq dedi. O'zimninki hisobotiga pul urdim, maktabninki hisobotiga pul urdim, hammasi o'zimniki nomida. Meniki topshirgan pulim faqat shu vasitchi shirkatga 15.000 koy pulni berdim. Qolgan pullar bu o'quvchilik 1 yillik o'qish puli deganda shu maktabniki hisobotiga topshirgan pulim $10,000. U chaqlarda Kanada dollarininki bahasi Amerika dollariniki bahasi bilan teng qimmatli edi. Toza qimmat chaqlarda kelibdi ekanman. Shu Jungo Bankisi orqali o'qish pulimni topshirdim. Yana shu Jungo Bankisi orqali Kanadaniki GIC certificate deb bir narsa bor. Government Investment Certificate, ya'ni bizningki ayedagi hukumat zoyimlarini oldi deb qo'ydi-ku. Ashunga o'xshash Kanadanikimi yana bir xil bir nimalar bor ekan. Ashundaqiligi 1 yillik nima qilgan. U 1 yillik pulni Kanadaga kelgandan keyin biroqla ma'qul bo'lmaydi ekan. Cho'qim u programniki loyihalanishi qandoq ekan desa, har 2 oyda bir qatim siz o'zingizniki pulni 2 oyda bir qatim og'il bo'ladigan qilib kartangizga urib berdi ekan. Shuni GIC certificate, ya'ni Government Investment Certificate deganiki bir tur ekan. Shu isbot bor bo'lgandan keyin Kanadaniki viza iltimos qiladigan ishlarininki shu materiallarning ichida intayin muhim dokumentlar bo'ladi ekan. Shu vasitchi shirkatninki deyilgan shu materiallarning hammasini bir-birlab qilib berdim. O'zimninki oiladagi ota-onamninki ahvoli, kirim chiqim ahvoli degandek narsalarni hammasini nima qilib berdi ekan. Uning ustiga meningki qilayotgan ishim bu chog'da ingliz tili o'qituvchisi bo'lgandan keyin maktabniki muqim xizmati. Men nimani yozgan chog'dimi, iltimosni yozgan chog'dimi o'qish bitirib bo'lib qaytib kelaman. O'qishimni bitirgandan keyin yana o'zimniki ona maktabimga qaytib, shu yerda xizmat qilaman deb madax yozdim. Boshqa qilib ishlarninki hammasi bir qo'l yurishdi. 10-oyda chiqqan viza yilning oxirigacha Kanadaga kelib bo'ldim. Shuning bilan mening sizlarga SPP program to'g'riliq deydigan gaplarim shunchalik. Ya'ni o'zim ketgan pul jami $10,000 maktabniki o'qish puliga to'ladim. $10,000 o'zimniki turmush xarajatim deb shu Kanadadagi bankiga o'zimning nomiga o'zimga pul qo'ydim. Asosligi shu ishga material, andan keyin to'lagan pulim shu Urumchidagi vasitchi shirkatga to'lagan pulim bo'ldi. Andan keyin yonchiqqa necha ming dollar silib chiqdim. 12-oydan keyin oxiri Kanadaga yetib keldim. 1-oyda o'qishim boshlandi. O'qidim, ishladim. Shunday bilan 2013-yili 1 yil o'tib ketdi. 2014-yil ta'tilda uyga bordim. 2014, 2015, 2016 3 yil. Har yili uyda o'tkazib keladi. Men 2017-yildan boshlab o'zinglar ahvollarni bilsizlar, shundan boshlab bormay qo'ydim. Shuna qilib o'qish bitirgandan keyin o'qish vizasini xizmat vizasiga almashtirdim. Bu chog'dagi meniki salohiyatim, ya'ni foreign worker, chet ellik ishchi degan salohiyatda. Kanadaga kelib o'qigandan keyin o'qishdan keyin qilib qolgan bormi yo'qmi bo'lsa shu to'rbatdan chekirib yana izlab boqsanglar bo'ladi. O'qishdan keyin international studentlar qanday qilib qoldi degan bir programmalar bor. Men shu programmalar orqali bir qadamdan mengib ta hozirgacha ulashdim. Endi shu o'zimning beshidan o'tgan yo'llar, o'zimning beshidan o'tgan ishlar, men besib o'tgan yo'llar hammasini sizlar bilan o'rtoqlashsam, sizlarninkimi bir viza iltimos qilish yo'llarida bir foydasi bo'lib qolarmikin deb bu videolarni ishlab o'zimning beshidan o'tgan ishlarni sizlarga so'zlab beryapman. Anglab qolganingiz yo'q-ku. Bo'ldimsam shunchalik bo'lsin bugungi videom. Kelayki videoga diqqat qilsanglar, hozirgi Kanadaniki o'qish shartlari, ya'ni ketadigan materiallar, uning ketadigan pullar, maktablarni qanday aloqalashish deganlarni hammasini sizlarga bir-birlab ko'rsatmoqchi. Shu to'rbatning o'zidan. Videolarimga davomli diqqat qilib turganinglarga rahmat. Obuna bo'lishni unutib qolmanglar. Davomli yaxshi bir narsani yo'llab turman. Sizlar qo'llab beradigan ish bo'lsa, ma'qul xo'sh, Xudoyim omonat etsin.